muvaffaqiyatli odamlarda ham bir sutkada 24 soat bor. Hali hech narsa qilmagan odamda ham bir sutkada 24 soat bor. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz poytaxtdamiz. O'sha mashhur O'zbekistonda legendasi Habibulla aka Nizamovni oldiga kelganmiz. Aka, avvalambor assalomu alaykum. Bizga shunday qimmatbaho vaqtingizni ajratganingiz biz bag'oyat xursandmiz. Boshim osmonga yetdi. Sizni yoshligimizda sizni trenirovkalaringizni ko'rib, sizni kinolaringizni ko'rib katta bo'lganmiz. Muvaffaqiyatingizni siri nimada deb o'ylaysiz aka? Hop, ko'pchilik shu muvaffaqiyat deganda qanaqadir bir mo'jiza kutib yashaydi-da. Menda unaqa narsa yo'q. Men maqsad qo'yaman va bu maqsadimga erishish yo'lida shu qadam bosib ketaman, shu sabablarini qilaman. Buning uchun menga qanaqadir motivator yoki kimdir kelib qanaqadir rivoyat etib berishi, unaqa narsalardan men ruhlanmayman. Maqsad qo'ydimmi, bo'ldi, o'shani oxirigacha olib boraman. Mana biz hozir Instagram tarmog'ida sizni kuzatyapmiz-da, har bitta olib chiqayotgan video roligingiz qanaqadir manfaatga ega. Oddiy misol, больницаga borib gapirdingiz. Jichcha ozgina tozalab qo'yish kerak deb. Sizga bundan ilhom qayerdan keladi yoki misol uchun siz qo'rqmaysizmi kimgadir gapirib qo'ysangiz aybini sizga kimdir nimadir qilishidan? Agar haqiqat bo'lsa, men gapirayotgan gap birovga tuhmat qilmayotgan bo'lsam, birovga qanaqadir yolg'on ishlatib, yo'q narsalarni ko'rsatmayotgan bo'lsam, bu narsadan qo'rqmayman, chunki haqiqatni orqasida haq turibdi. Shuning uchun bundan keladigan narsa agar kelsa ham sabr qilaman, chunki shunaqa yo'l ko'rsatilgan bizga. Agar orqasidan nimadir bosim bo'lsa yoki qanaqadir nohaqliklar bo'lsa ham, unisiga sabr qilaman, boshqa iloji yo'q. Orada tarmoqlardan yo'q bo'lib qoldingiz. O'shanda Amerika Qo'shma Shtatlarida yo'q, Amerikadan kelganimdan keyin men bir tarixiy filmda prezidentimizning proyektlari Bahodir Yalangtosh filmida rol ijro etdim, bosh qahramonni. Shu davr ichida shu rejissyor talabi bilan shu internetga chiqmang, sizni tilingiz yaxshi emas, bir narsalarni gapirib qo'yasiz, bizani shu proyektimizga ta'sir qilmasin deganligi uchun shu Instagramimni yurg'izmay qo'ydim. Endi hozir nima sabab bo'lyapti Instagramingizni yurg'izayotganingiz? Kino tugadi, efir yuzini ko'rdi, bo'ldi, bu yog'iga xohlagan gapimni gapiraman. Lekin sizga hech kim mana uni gapirma demaydi, faqat o'zingiz xohlagan narsalarni gapiryapsiz. Albatta, men birov misol kontent yozib beradigan odam yo'q menga yoki nimani gapirish yoki men buni gapirma deydigan narsada men hech kimga quloq solmayman. Hattoki o'zimni yaqinlarim bo'lsa ham, men o'sha fikrni to'g'ri deb bildimmi, gapiraman. Garchi o'zimiz ziyonimga bo'lsa ham. Misol uchun mendan kimdir voz kechib yorsa ham farqi yo'q, haqiqat bo'lsa gapiraman. Mana yaqinda shunaqa bir narsani ko'tarib chiqdingiz, men qoyil qoldim. Nimaga bizning O'zbekistonda samimiy yoki kulish yo'q, hammada agressiya deyapsiz. Haqiqatda shu narsa qattiq sezilyapti. Bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Endi odamlar o'sha xuddi shu niyatini, maqsadini qo'yishda o'zi erishishi mumkin bo'lgan narsalarni niyat orzu qilib yashash kerak. Agar qachonki o'zi shunga erisha olmasligini bilib turib, ko'zi yetib turib, uzoq narsani, katta narsalarni orzu qilib yashayversa, bu o'zini muvaffaqiyatsiz bir insondek hisoblaydi. O'shani hisobidan shu o'ylagan narsasiga yetisha olmaganligi uchun bir alamzada odamga aylanadi. Birovni baxtini ko'ra olmaydigan, birovni yutug'ini ko'ra olmaydigan odamga aylanadi. Shuning uchun oz-oz narsalarni orzu qilib, oz-oz narsalarni maqsad qilib, o'sha maqsad sari yursa, keyin atrofga qarab turib, tafakkur qilib, boshqa o'zidan past insonlarni ko'radigan bo'lsa, misol uchun o'zi erishgan narsalarga erisha olmagan odamlarni nazarda tutib aytyapman. Agar o'shalarga qarab ibrat oladigan bo'lsa, odam baxtli yashaydi. Misol uchun men juda ham ko'p gapirganman. Baxt deganda nimani tushunasiz deganda, men o'zim ovqatimni o'zim yeyapman va hojatga o'zim yurib boryapman. Shu o'zini ovqatini yeolmayotganlar qancha, o'zi hojatga bora olmayotganligi qancha yoki qo'pol bo'lsa ham hojatini chiqara olmayotganlar qancha, bu haqiqat narsani aytyapman. Hozirgi kunda ham kimdir больницада, kimdir o'lim to'shagida, kimdir yana boshida musibat bilan yuribdi. Menda bunaqa narsa yo'qligi uchun men albatta o'zim baxtliman. Agar garchi boshimga tushsa ham shu kunlar bilamanki, bu kunlar ham o'tkinchi. Bunga sabr qilishim kerak va
o'sha chiroyli sabr bilan shu narsalarni yengib o'tishim kerak deb bilaman. Shuning uchun men o'zimni bir baxtsiz yoki bir alamzada yoki birovni baxtini ko'ra olmaydigan odam emasman, unaqa odam hisoblamayman. Shuning uchun yashash juda ham oson agar to'g'ri yo'lni tanlab olsa. Shuning uchun men har doim pozitiv kayfiyatdaman. Albatta. Tushkunlik holat umuman bo'lmagan, depressiya degan narsani bilmayman va hech kim bilmaydi meni rostdan pulim bormi yoki pulim yo'qmi, chunki men har doim bir xil odamman. O'zgarganingiz hech kim sezmaydi. Sizga o'xshagan sportchilar nimaga hozirgi chiqayotgan sportmenlar umuman yoki aktyorlar chiqyapti, ularni biz tarix qilib eslab qolmayapmiz. Bugun chiqdi, ertaga yo'q. Mana sizlarni, sizni kinolaringizni, sizni hozirdashi misol eslasak erishgan yutuqlaringiz ham tarixda. Sizni kim aytsa legenda deb eslaymiz-da. Hozirgi yoshlarda chiqib yo'qolib ketishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Birinchidan odam o'zgarishi kerak emas hech qachon. Bu birinchidan shu xalqqa nazari, agar qachonki odam boshida shu qo'li ko'ksida salomni chiroyli qilib, odamlarga chiroyli murojaat qilib yurgan odam birdaniga o'sha odamlarni bir haqorat qilishni boshlasa, odamlar tezda u odamlardan nafratlanib chetga surib qo'yadi, nazardan qoladi. Odam o'zgarmasligi kerak. Men shu fikrdaman. Nima bo'lsa ham, misol uchun men endi maqtanish uchun aytmayapman. Men hozirgi kunda o'ynagan filmda bosh qahramonni ijro etganim bu jamiki O'zbekistondagi aktyorlar orzu qilgan rol. Misol uchun. Lekin men bu rolni o'ynadim. Menga keyin intervyuda aytishdi, siz shunaqa tarixiy qahramonni o'ynadingiz, o'zingizni qanaqa his qildingiz deganda, bu oddiy narsa. Men o'ynab berdim, bo'ldi. Men baribir u qahramon bo'lib qolmadim. Bizda shu misol uchun aktyorlarni oladigan bo'lsa, qaysi qahramonni o'ynasa bo'ldi, o'zidan o'sha qahramonni yasab oladi. Men oddiy odamligimcha qolganman. Endi o'zimni ko'p maqtab olmay. Shuning uchun bilmayman, endi men o'zimning ishimda davom etaman. Men faqat ota-onamga quloq solganman, ota-onamga itoat qilganman. Undan keyin menga kimdir ota-ona bo'lib olishi yoki mana buni gapirma yoki yarashgan ish qil, yarashgan kiyimni kiy deyishga hech kimning haqqi yo'q. Ayniqsa men tanimaydigan odamlarni. Hozir efir qilganimda ham aytdim. Siz musobaqaga chiqmay katta bo'lib qoldingiz deb gapiruvdi. Men aytaman, birinchidan musobaqaga chiqish niyatim yo'q. Agar chiqadigan bo'lsam ham sizni fikringizni eshitib, men o'zimdagi fikrim o'zgarib qolmaydi. Chunki men sizni tanimayman ham, bilmayman ham. Misol hozir hayotdan ko'z yumsangiz ham dedim. Menga issig'i ham yo'q, sovuqi ham yo'q. Chunki hayotimga aloqasi yo'q odamsiz zotman. Xuddi shunaqa men faqatgina hayotimga aloqasi bor odamlarni menga bergan fikrini inobatga olishim mumkin. Qolganlarning fikri, chunki dunyoqarash hammada har xil, hammaning o'zini qarashi bor, hammaning o'zini turmush tarzi bor. Men ham o'zimni turmush tarzimni belgilab olganman va shu turmush tarzimda yashab o'taman bo'ldi. Mana blogingni yaqinda boshlaganmiz, lekin juda ham ko'p insonlar bilan suhbat qildim. Bir martada, ya'ni men shu narsaga e'tibor berdimki, siz samimiyligingiz, oddiyligingizni bir marta soобщение yozganimga откликнуться qilib javob berganingiz, men shu inson bilan borib suhbat qilaman dedi. Shu hozirgi masalan, ya'ni o'zimga, yoshlarga demay, nimani maslahat bergan bo'lardi? Sizdaqa hech bo'lmasa ozgina mana shu xarakterga ega bo'lish uchun nimaga e'tibor berishimiz kerak? Hamma davr o'tkinchi, hamma davr. O'shaning uchun shuni o'tkinchiligini bilish kerak va bu ham misol uchun siz menga intervyu olaman deb kelganingiz ham bu bir ne'mat. Siz keldingiz, mendan intervyu olmoqchi bo'ldingiz, demak, meni fikrim qiziq ekan, men sizga fikrlarimni bildirdim. Lekin davr keladi, meni fikrim hech kimga qiziq bo'lmay qoladi, misol. Yoki hech kim meni eslamay qo'yadi. O'sha davrda foydalanish kerak, o'sha davrda chiroyli yashab o'tish kerak bo'ldi, o'zgarish kerak emas shu gap. Sizni kelajakda qanaqa maqsadlaringiz yoki qanaqa sizni planlaringiz? Sport sohasida shu bodybuilding va fitness sportini rivojlantirish uchun mana ko'pchilik chiqing, o'zingiz musobaqaga deydi yoki o'zingizni qanaqadir tanitishga harakat qilasizmi deydi. Menga hozir hech narsa kerak emas. Men o'sha sportni boshlaganimda niyat qilganman. Men qachonki shu hozirgi lavozimim bodybuilding va fitness federatsiyasi prezidenti bo'ladigan bo'lsam, men o'sha paytda nimani xohlaganman? Men o'sha musobaqaga chiqishni xohlaganman. Xalqaro musobaqalar minimum xarajatlar bilan o'zimizda O'zbekistonda bo'lishini xohlaganman. Hozirgi kunda bo'lsa, men xuddi shu narsani yoshlarga tashkillashtirishda yordam beryapman. Hozirgi maqsadlarim, niyatlarim shu. Yaqin kunda ham Samarqandda 4-5 oktyabr kunlari
xalqaro musobaqa o'tkazamiz. Bizani bolalar kam xarajat bilan, misol uchun chetga chiqib bitta xalqaro musobaqada qatnashish 2,5 ming dollarga aylanayotgan bo'lsa, bizada shu Samarqandga borib 100-200 dollarga bitta musobaqada sovrin olishi mumkin. Shu musobaqa ishtirokchisi yoki g'olibi bo'lishi mumkin. Mana shu rejalarim kino san'at sohasida bo'ladigan bo'lsa, agar taklif qilishsa, yana shunaqa yaxshi proyektlar, yaxshi rollar bo'lsa, o'sha kinolarda o'ynab beraman. Lekin men hozir shu oila xotirjamligi, shu oilam o'zimni bag'rimda, musofir yurtda yurmayapman. Mana 2 yil musofirlikni ko'rib bildim, musofirchilik nimaligini. Maza qilib yashayapman. Shu yashashda yaxshi kayfiyatda, asosiysi birovlarga ziyonim yetmasdan yashab o'tmasam bo'ldi. Mana asosiy shu hayotdagi g'oyam shu. Ertaga mendan hech kim da'vo qilmasin, sen menga mana payt yomonlik qilgansan, bu payt zulm qilgansan, nohaqlik qilgansan degan narsa bo'lmasin bo'ldi. Men birovlarga yaxshilik qilaman yoki bir narsa qilaman degan narsalar emas, asosiy narsa ziyon qilmasdan yashab o'tsam bo'ldi. Hayotda maqsadim shu. Aka, biror narsadan shu yoshingizga kelib afsus qilasizmi? Afsuslanadigan narsa bo'ladi. Inson borki, xato qilguvchi, lekin shu xatolardan dars olib, kelajakda shu xatoni qilmaslik uchun shu narsalar, o'tgan narsalarni eslab turish kerak bo'ldi. Lekin afsus qilib, bir nadomat chekib yurmayman. O'sha xatolarni qilmaslikka harakat qilaman. Habibulla aka, biz Farg'ona viloyatida agar bilsangiz, Cowboy Fighting Club bizning ham fitness zalimiz bor. Hozirgi sharoitlarga, ya'ni mos qilib ochganmiz. Eshitgan bo'lsangiz, Texnojim, biz Farg'onaga taklif qilamiz. Biz ham zalimizga kelib, sizda legenda inson zalimizga kelib yoki trenirovka qilib, bizni sportsmenlarga o'zingiz bilgan fikr, bilimlaringizni ozmuncha bo'lsa ham almasiz, bizni boshimiz osmonga yetadi. Men har doim xursand bo'laman. Qayerda zal ochilsa, chopqillab boraman o'zi. Sababi men boshida shu sportga kirib kelganimda zamonlar, shu vaqtlar o'tgan sari odamlarda fitness klublarga ehtiyoj ko'p bo'ladi. Shogirdlarimga ham aytardim, hali fitness klublar sartaroshxonalardagi juda ham ko'p bo'lib ketadi derdim. O'sha kunlarga yetib keldi. Bir haftada ana kuni 3 ta zal ochilishiga bordi. Har hafta yangi zallar ochilyapti. Har bir tumanda, har bir viloyatlarda men bosh ustiga boraman. Iloji bo'lsa shu fitness klub ochganlarni taqdirlab, tabriklab kelishga men har doim tayyorman. Agar vaqtim bo'lsa, agar vaqtim bo'lmay nimadir safarlar yoki qanaqadir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, uzurimni aytaman, lekin har doim borishga men zamin. Bizni muxlislarga, bizni kuzatuvchilarimizga bir og'iz motivatsion bir gap aytsangiz. Xo'p, men o'zi hech kimdan motivatsiya olmaganman, ochiq gap. Bu motivatorlar, motivatsiya degan so'zlarni biz bilmaganmiz ham u paytda. Men shuni targ'ibotchisimanki, bir motivatorlar qanaqadir bir narsalarni aytib berishi, bir cho'pchaksimon narsalarni aytib berib, odamlarni qanaqadir bir kun keladi san, nimadir bo'lib ketasan degan narsalarga men qarshiman. Bor imkoniyatdan foydalanish kerak. Muvaffaqiyatli odamlarda ham bir sutkada 24 soat bor. Hali hech narsa qilmagan odamda ham bir sutkada 24 soat bor. O'shaning uchun shu 24 soat vaqtdan unumli foydalanish kerak. Sabablarini qilish kerak, natijasini Xudodan so'rash kerak va albatta kichkinaroq narsani niyat qilib boshlasa, hamma narsa zinama-zina birdan birinchi pog'onadan 10-chi pog'onaga oyoqni qo'ysa, chatanog'i yirtilib ketadi. Shuning uchun ikkinchi pog'ona, 3-chi pog'ona qilib hammasini etap bilan bosqichma-bosqich qilish kerak. Sizlarga ham shuni tilayman. Habibulla aka, ustoz, bizga vaqtingizni ajratib savollarimizga samimiy javob berganingiz uchun katta rahmat. Boshimiz osmonga, tan jonlari sog' bo'ling. Salomat. Ustoz, rahmat.